qarang, hal qilasiz-ku muammolaringizni yig'lab. Yo yig'lab, yo qochib. Chunki siz bolacha-ku. Faqat tanangiz 18-20. Siz birorta to'siqni muammoni onangiz bilan gaplashishni ham, otangiz bilan gaplashishni ham onangiz orqali gaplashasiz. Otangizga ham gapira olmaysiz, qo'lingiz qaltirab. Onangizga aytasiz, ayting dadamdan pul olib bering, ruxsat so'rab bering deb aytasiz siz. Bunaqa bo'lmaydi. Unaqa odamga baxt, boylik eshiklari ochilmaydi. Men haqliman. Men haqliman. Rost gapirdim deganingga hech kim senga ishonmaydi. Ovozda, ko'zda, turishda, qarashda, nafasda, yurakda, hammasida meni ishondir. 32 marta qilganingga ishondir. Ishondir meni. 32 ta qildim men. Ishondir. Men 32 ta qildim. Nega men senga baqirib gapiraman, nimaga kalamush bo'lib, quyon bo'lib gapirasan? So'k meni kerak bo'lsa. Ana, demak ertaga biror bir biliming bo'lsa, haqiqating bo'lsa ham bilimim bor. Haqiqatim bor deb bundaqa qilib gapirasan. Bitta qizni sevsang ham ota-onangga mayli kimnidir olib berarsiz. Bitta joyga o'qishga kirmoqchiman. Shuning uchun ham oladi, mana bunaqa keragingda mana shu yerda o'qiysan deydi. Shuning uchun men beg'ingdan ushlaydi, mana shuni olasan deydi. Shuning uchun beg'ingdan ushlaydi, men aytaman nechta tug'ishini deydi, xotining deydi. Chunki o'zingda ishonch yo'q. Shuning uchun u majbur mana shu yerdan ushlashga.